Assalomu alaykum aziz ustozlar, muhtaram yurtdoshlar. Bugun markazimizda o'qituvchilarimiz uchun juda ham bir ma'lum va mashhur bo'lgan trener Anoraxon Mahkamovani uchratib qoldim va u kishi bilan suhbatlashish uchun imkoniyat bo'ldi. Birinchi savolim, o'zingizning muvaffaqiyatingiz siri nimada deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum. Men Anora Mahkamova, bir necha yillik pedagogik hamda onlayn mentor trenerlik tajribasiga ega hozirda Oliy maqsad Telegram kanali rahbari sifatida faoliyat yuritaman. Aynan oddiy boshlang'ich sinf o'qituvchisiligidan to eng katta respublikadagi ustozlar jamoasini boshqarayotgan Oliy maqsad kanali egasi bo'lgunimga qadar faqat va faqat tinimsiz mehnat, izlanish va albatta mashaqqatli mehnat orqasidan mana shu darajaga erishdim. Ustozlarga qo'ldan kelgancha ko'mak berish, ularni attestatsiya, milliy sertifikat imtihonlaridan samarali tarzda o'tkazish va ularga amaliy ko'mak berish maqsadida kanalimiz faoliyat yuritdi va ko'plab muvaffaqiyatlarga erishdi. Mana shu muvaffaqiyatlarni barchasini eng asosiy sababi sifatida men albatta 3 ta narsani keltira olaman. Birinchisi mehnat, ikkinchisi mashaqqat, uchinchisi kechirimlilik. Tinimsiz mehnat qildik, mashaqqatdan qochmadik va ayrim o'rinlarda, ayrim holatlarda ko'p narsalarni kechirdik. Shuni orqasidan bugungi kunda mana shu mavqeda, mana shu o'rindamiz. Bugungi kunda attestatsiya yoki milliy sertifikat yoki kasbiy faoliyatda nimadir yutuqqa harakat qilayotgan har qanday o'qituvchimga hech qachon orqaga qaytmaslikni, bu yo'l mashaqqatli, lekin albatta sharafli ekanligini aytib o'tmoqchiman. Nimadir sabab bilan, qaysidir sabab bilan to'xtab qolsangiz, u sizning ustozlik maqomingizga to'g'ri kelmaydi. Ustoz doim harakatda, izlanishda bo'lganligi bolani orqasidan ergashtirish olish qobiliyatidandir. Ustoz to'xtasa, bola to'xtaydi. Bola to'xtasa, kelajak to'xtaydi. Ustozlar hech qachon harakatdan to'xtamang. Anoraxon, aytingchi, mana o'zingizning eshitishingizga qaraganda o'zingiz ham attestatsiyaga kirib chiqdingiz. Shunday. Hozirgi attestatsiyadagi test savollari va jarayon haqida nima deya olasiz? Attestatsiya savollari anchagina farq qiladi. Har yilgi test savollaridan bu yilgi savollar ko'proq mulohaza va olingan bilimlarni qo'llash va tahlil qilishga qaratilgan. Oddiy faktli savol yo'q, ya'ni faktli savollar yo'q. Biror bir ma'lumotni eslab qolish, yodlab qolishga oid emas, mulohaza yuritishga, fikrlashga, o'ylashga oid savollar bor. O'zim ham o'zimni boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha attestatsiyaga kirdim va savollar saviyasini nihoyatda yuqori baholayman. Ya'ni savollar juda ham yuqori saviyada tuzilgan. Ayrim xato kamchiliklar bor. Endi javoblarda bir xilliklar bo'lib qolgan ayrim savollarda javoblar to'g'ri kelmay qolgan o'rinlar bor. Bu lekin 100% deb olganda bir 5% xatoliklar bor. Lekin tizim shaffofligiga, testlarning saviyasiga men juda ham yuqori baho berdim. O'qituvchini yodlaydigan, xotirasini sinaydigan emas, balki mulohaza yuritadigan o'qituvchi sifatida ko'ra oladigan testlar bu testlar. Men shunday baho berdim va kelgusi rejalarda ustozlarni ko'proq mulohazaga va fikrlashga o'rgatishga qaror qildim. Xo'p, siz aytingchi, hozirgi zamon pedagogi qanday bo'lish kerak sizga? Bugungi kun pedagogi endi kelajak pedagogi bo'lishi kerak. Kelajak pedagogi degani qanday? Bir qadam oldinda yurishga majburmiz. Chunki bola bizga tenglashib bo'ldi. Bilim olishda ham, ma'lumot qidirishda ham, yangilik o'rganishda ham. Agar hozir biz bugunni pedagogiga bo'lsak, shu bugunda o'quvchi bilan teng bo'lib qolamiz. Shuning uchun men bugungi kun pedagogiga aytgan bo'lardimki, siz kelajak o'qituvchisi bo'ling. Kelajakni ko'ring, kelajakka qarab yuring. Ya'ni bola hali o'rganmagan, kashf qilmagan narsani sizdan o'rgansin. Ma'lumot olish, fakt olish bolaga qiyin emas hozir. Jumboq yechish, topishmoqni javobini topish ham o'quvchi uchun murakkab emas. Endi o'qituvchidan faqat va faqat kelajakka qarab ishlash, kreativ yondashuv, innovatsion faoliyat talab etiladi xolos. Avvalgi qolib eski qarash endi o'zini oqlamaydi. Bu yerda nima ishlar, xayrli ishlar boshlab yuribsiz degan savol bo'lgan. Bu yerga aynan avvalambor malaka oshirish uchun keldim, ya'ni kasbiy faoliyati bo'yicha qolaversa, shu butun respublika ustozlariga ajoyib bir loyiha, platforma tayyorlayapmiz va bu barcha o'qituvchilar uchun, qolaversa ta'lim sohasida ishlovchi barcha pedagoglar uchun foydali bo'ladi. Bu loyiha shunday loyihaki, bu loyihada o'qituvchi ta'lim olishi
sertifikatlarga ega bo'lishi, o'zini ustida ishlashi, metodlar o'rganishi, dars jarayonida uchragan qiyinchiliklarga javob topishi, attestatsiya, milliy sertifikat sinovlariga hech ikkilanishsiz tayyorlanishi mumkin bo'ladi. Bu kichik loyiha emas, butun respublikani qamrab oladigan va respublikaning kuchli mutaxassislari yig'ilgan va rahbarligida aynan kuchli mutaxassislar turgan. Qolaversa shu Namangan pedagogik mahorat markazi rahbari mas'uliyati bilan tashkil etilayotgan loyiha bo'lmoqda va bu istiqbolli loyiha sifatida ustozlarga faqat va faqat foyda va manfaat keltiradi. Buning hammasini menimcha, men o'ylayman, hech qanaqa rejasiz boshlagansiz. Shunday. Bu boshlaganingizda bunaqa natija bo'ladi deb kutmagan ham bo'lsangiz kerak. Aytingchi, qanday bo'lgan shu? Dastlab ish faoliyatimni boshlaganimda bir guruhda oddiy o'qituvchi bo'lib boshlaganman, onlayn guruhda va ustozlarga borgan sari foydam tegayotgani, ularni mendan minnatdorliklarini ko'rib ruhlanganman. O'zim ham shu ishni boshida tursam bo'ladi. O'zim ham alohida mustaqil faoliyat yuritsam bo'ladi degan menda istak uyg'ongan. Va bu ishni boshlaganimizda atigi 300 nafar ustoz bilan faoliyatni boshlaganmiz. 300 nafar ustozimiz bilan birgalikda boshlagan attestatsiyaga tayyorgarlik jarayonimiz 95% natija ko'rsatgan. Shundan so'ng yillar davomida ustozlarga milliy sertifikat attestatsiya sinovlarida eng xolisona qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qildik va hozirgi kunda 180 mingdan ortiq ustozlarni jamlagan jamoada ustozlarga qo'limizdan kelganicha yordam, metodik darslar va albatta attestatsiya milliy sertifikat uchun eng foydali mashg'ulotlarni o'tib kelmoqdamiz. Ustozlarimizning natijalari ortgani sari bizdagi ishga bo'lgan shijoat ham ortdi. Yutuqlar ko'paygani sari biz hamma narsani unutib faqat shu ish bo'yicha ishladik. Ustozlar milliy sertifikatni qanchalik ko'p olsalar, biz milliy sertifikatga ko'proq dars o'tdik. Attestatsiyadan, toifadan o'tib 70% ustamalarni ko'proq olishganlari sari biz hattoki kechani kecha, kunduzni kunduz demay, farzandlarimizga, oilamizga hattoki vaqt ajratmasdan faqat ustozlar bilan shu olovda yondik. Shu jarayonda kuyib pishdik. Va natijalardan charchoqlarimiz chiqdi va maroq oldik. Bu menimcha kasbiy yutuq deb o'ylayman. Bu ishdan topgan eng katta yutug'im ham shu kasbiy oromim va sharafim bo'ldi. Buning uchun barchadan minnatdorman. Meni qo'llab-quvvatlagan barcha ustozlardan minnatdorman. Aytingchi, shuncha kuchini qayerdan topaman? Ko'pchilik hattoki jonli inson emas, chatga piti, to'xtamay bunchalik dars o'tish, to'xtamay gapirish mumkin emas ham deyshadi. Aslida unday emas. Mana ko'rib turganingizdek, jonli insonman. Farzandlarim bor, 4 nafar farzandim, oilam, turmush o'rtog'im, qaynona, qaynota, katta hovliga kelin bo'lganman, 6-kelinman, Nigoraxon desa ham bo'ladi. Eng katta kuchni men hayotni zarbalaridan olganman. Yoshligimdan tinimsiz mehnat, onamni, ya'ni yolg'iz ona qo'lida katta bo'lganman, onamni chekkan mashaqqatlaridan pishganman. Hayot meni qanchalik orqaga itarsa, men shuncha oldinga intilganman. Biror bir menga kulfat, mashaqqat kelganda o'sha yerda o'tirib, cho'kib, tushkunlikka tushib qolmaganman. Faqat oldinga intilganman. Mana shu ichki kuch menga kuch beradi. Hozir ham turmush o'rtog'im qo'llab-quvvatlaydi, oilam qo'llab-quvvatlaydi. Farzandlarimga opalarim qarab yordam berishadi, lekin bu hamma sharoitni qilib bergan taqdirda ham odamning ichidagi, o'zining ichidagi portlab turgan kuch bo'lmasa qiyin deb o'ylayman. Shu ichimdagi shu qiyinchiliklarni yengib o'tishga, mashaqqatlarni yengib o'tishga bo'lgan kuch, iroda bu meni eng katta kuchim. Hozir ham faqat oldinga intilaman. Hayot menga bir marta zarba bersa, men 2 marta oldinga intilishga harakat qilaman. To'xtamaslikka va orqamdan ergashayotganlarni ham to'xtab qolmaslikka chorlashni xohlayman. Har qanday inson hayotda faqat yaxshiliklar bilan hayot davom etmasligini, to'siqlar, zarbalar, chuqurlar, har xil holatlar bo'lishini hisobga olish kerak va undan saboq chiqarib kuch olish kerak. Yaxshi narsalar kuch berishi u tabiiy. Hamma yaxshi yutuqlardan, muvaffaqiyatlardan kuch oladi. Undan ham kuchni olish kerak, lekin hatto hayot zarbasidan ham kuchni olib oldinga qarab faqat intilish kerak. Anoraxon, sizga rahmat. Mashaqqatli, lekin shu bilan birgalikda sharafli va juda ham katta bir savobli ishlaringizda ulkan zafarlar, muvaffaqiyatlar tilayman. E'tibor uchun rahmat kattakon.